ochiq marafon ham o'z nihoyasiga yetdi va ishtirokchilarning muvaffaqiyatlarini siz bilan ham baham ko'rmoqchiman. Hammaga salom, men Gulandam Quronboyeva. Offline ikkita raqs studiyasi rahbari va O'zbekistonda birinchi onlayn raqs maktabi asoschisi. 2 hafta davomida biz arabcha belly dance raqsiga sho'ng'idik. Uning sirlarini o'rgandik va tanamizni mutlaq ozod qilishga erishdik. Ishtirokchilar raqsga qo'shimcha ravishda kitoblar o'qishdi, filmlar tomosha qilishdi. Vazn yo'qotish ustida ishladi va ayollik energiyasini oshirishga qaratilgan vazifalarni bajarishdi. Kundalik hisobotlar qizlarni yana ham ilhomlantirdi va 3 nafar ishtirokchi barcha topshiriqlarni ajoyib tarzda bajarib, 3 million so'mlik bosh sovrin ular o'rtasida taqsimlandi. Kuni kecha marafon g'oliblaridan biri bilan uchrashish va uni muvaffaqiyati bilan tabriklash vaqtiga muyassar bo'ldim. Uning natijalari hayratlantirdi. U nafaqat o'zida samaradorlikni oshirdi, balki turmush o'rtog'i va bolalar o'rtasidagi munosabatlar yanada ham yaxshilandi. Atigi 200 mingga xarid qilib, mana 1 million mehnatlaringizga rozi bo'ling. Молодец. Va mana 2 haftada shunaqa pullarni ishlab olish mumkin. Rahmat. Onlayn va offlayn raqslarim haqida Telegram kanalida batafsil bo'lib olishingiz mumkin. Buning uchun esa profil sahifasidagi havola orqali Telegram kanalimga kirib ko'rishingiz mumkin.